Yegane yaratquchi. Abduri Yermuhammad Jaloliddin. Planlag'uvchi Sarjiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah Abduvali Sayed. Korrektor Abduvali Sayed. Bat va muqovva lohiyaliguchi A. Aqhun. Kitob haqida. Kichkimizdan musulmon oilada yashab, ata-onalarimiz o'limalar atrofida yurib, ularning so'rovlaridan azdir ko'pdir baharlanib va bizni baharlantirib turg'achqimikin, har birimizning sab tabiatida bor bo'lgan, yegona yaratquchiga bo'lgan iymon saqlanib qolgan va turli chang to'zonlarning qaplab ketishidan aman qolgan. Barliq chaqlarimda iman, aqida va yaratquchi haqida Musa Jarullahning Lenin bilan qilgan munoziralarini va shuningga o'xshash materializm bilan islom o'ttirsida bo'lingan keskin munozirlarni, undan boshqa dunyoning har qaysi joylarida yuz berib o'tgan va ayni chaqda olimlarimizning dahriylar, ateistlar bilan ilib borgan mashhur munozirlarini, ilmiy kurashlarga doir vaqaliklarni, hikoyalarni rahmatlik otamdan anglab turatdim. Bu sababdan vatanda maktabda o'qiyotgan chog'larimdami maktabdagi darslik va jamiyatdagi axborot vositalarida keng o'rin berilgan ateizmning ta'siri yaratquchini tunishdan iborat qalbimdagi sab tabiatni bulg'ay olmagan edi. Keyincha Alloh meni va bir qancha saboqdoshlarimni Al-Azhar universitetida bu haq dinni aqida, shariat va adab axloq jihatlarida cho'kib o'qishga muyassar qildi. Al-Azharda ilmiy metod va paketlarni cho'rdigan aqida ilmini o'rgangan islom aqidashunoslarining kufr ahlining har turli e'tirozlariga va shubhalarga bergan raddiyalari, qanoatlanarlik javoblari bilan uchrashgancha qalbimda yiltiz tortgan suzuk aqida, sog'lom fitratimda saqlanib kelgan yagona Allohga bo'lgan ishonch texmi mazmut va tavranmas holatga keldi. Ilgari vatanda aqidaga doir Allama Abduqodir Damollabning Aqoidi Zururiya nomli ixcham, ammo mo'l mazmunliq risolasini o'qigan bo'lsam, keyin Al-Azharda islom aqidasini ilmiy yo'sinda mufassal o'qidim. Shu qatorda dinsizlarga va har xil azg'un firqalarga qarshi islom aqidasini qo'g'digan kalom ilmini, jumladan shu sohada yozilgan Al-Iqtisod fil Itqod, Javharatut Tavhid qatorliq asarlarni islom faylasuflaridan Ibn Sina, Farabi va Kindi qatorliq buyuklarning falsafalarini o'qigan bo'ldim. Bundan boshqa yana Yevropa va G'arb dunyosining yaqinqi va hozirgi zamon falsafalari, ideologiya iqimlaridanmi, yangi zamon fizika nazariyalaridanmi xabardor bo'ldim. Maktabdagi darslik kitoblardan sirt yana Nadim al-Jasirning Falsafa, ilm, fan va Qur'on o'tirsidagi iymon tarixi degan kitobini, yaratquchining barligiga iymon aytgan bir bo'lik ilm-fan olimlarining maqolalarining to'plami bo'lgan Alloh ilm-fan davrida parlamoqda degan kitobini, Imom Qardavining Iymon va hayot degan kitobini, Doktor Mustafa Mahmudning Ateist do'stim bilan suhbat degan kitobini va shuningga o'xshash aqida, falsafa va ilohiyatga aloqador shu chog'larda tepildigan bir yurish kitoblarni o'qigan bo'ldim. Oliy maktab bosqichi bitganga qadar aqida va iqim sohasiga qiziqib kelayotgan bo'lsam-mu, kasb tanlashda fiqh va shariat shunoslikni tanlash nasib bo'ldi. Shuning bilan ichkirlab o'qishda kasbim fiqh ilmini markaz qilgan shariat shunoslik sohasiga qarab yo'zlandi. Doktorlik o'qishim bitgandan keyin o'qiganlarimni millatga yetkazish uchun Sarjiya islom bilimlari to'rini qurib, islom da'vati uchun sistemali xizmat olib berishga boshladim. Bu jarayonda shariat bilimlarini ommaboplashtirish va bu ilmni elishda diyorimizda to'sqinlik uchrayotgan yoshlarga yeyish, vatanning har qaysi joylaridan kelgan har turli savollarga javob berish qatorli xizmatlari bilan 6-7 yil aldirash o'tdim. Kelgan savollarning mutlaq ko'p qismi 30 yil jarayonida vatanimizda talash-tartishib qilib hal bo'lmagan fiqh masalalar edi. Gerçi bu meni afsuslantirgan bo'lsa-mu, qandaqli bo'lmasin, bu turli masalalarga o'z loyiqida atrofli javob berib, hal qilib mangmay bo'lmaydi. Aqidasi, mavjudiyati va milliy kimligi og'ir tahdid ostida ketayotgan bizdek bir millatning aqida tiklash, ruhiyatimizni to'g'ri aqida bilan sug'urish, yashartish, qaytadan bilimizni ruslab, o'rnimizdan dast turish g'amini yemakning o'rniga islomiy uyg'unish bosqichiga kirmayla, furuatlar bilan, ya'ni tarmoq diniy masalalar bilan mashg'ul bo'lib ketishimiz, hatto olimlarimiz, da'vatchilarimizning to'yib to'ymay mushundaq shaxsiy masalalar bilan bo'lib ketib, dinning tub ta'limoti va negizlik masalalariga beparvo bo'lib ketishi haqiqatan afsuslanarli ish bo'lgan edi. Ziyolilar qatlamida bo'lsa, ahvol buningdan og'ir edi. Har holda yaqinqi 30 yil mobaynida diyorimizda bir islomiy uyg'unish bo'ldi.
kishilarning sog'lom fitratidagi iymonni yo'qotish uchun 30 yildan ortiq materializm va kommunizmning zo'rliq zo'mburliqlarimi sobiq Sovet ittifoqi va Albaniya qatorliq ellarda bo'lganidek insonlarning qalbidagi yaratquchisini tunishdan iborat bu fitratni ko'miyitishga yoki butunlay qumurib etishga kuchi yetmagan edi. Ko'zlashimcha, sadece islom bilimlari to'g'rida menga kelgan savollar qatorida Allohni tunish, nafsini tuzash, qalbni turli illatlardan poklash, nifaqdan, sherikdan saqlanish, muhabbat, nafrat, do'st, dushman prinsiplari, Allohga yuzlanish va sog'lom aqidani tiklash haqida savollar asosan yo'q deyarlik bo'ldi. Natijada fatvo va da'vat xizmati bilan shug'ullangan bu jarayonda keng o'qirmanlar va ahli ilmlar bilan elib borgan aloqa munosabatlardan, qisqasi cho'ng jihatdagi ko'zitishlardan dinning ul asosi va milliy mavjudligimizning muhim qo'rg'oni bo'lgan aqida sohasidagi cho'ng bo'shliqni his qilib yetgan bo'ldim. Arada bir o'qirmandan Allohning mavjudligiga doir bir savol keldi. Sualga bir necha bat javob yozay dedim-yu, o'xshash ahvoldagi nurg'un yoshlarni, bo'libmi ateizmlik majburiy ma'arif va oliy bilim yurtlarida tarbiyalanayotgan millionlagan avlodlarimizni o'ylab javob berishni kechiktirdim. Men bu o'qirmanning suolini ahamiyati jihatdan muhim deb qarab, bu yerga naql qilmoqchiman. Suolda mundaq deyilgan edi: Allohning mavjudligini qanday isbotlaymiz? Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Tallari salomatmi? Men sizlarning Yahudilar ishlab chiqargan cheklangan yemekliklarni iste'mol qilishning hukmi degan fatvoni o'qigandan keyin ko'nglimda sizlarga cho'nqur qoyillik va qiziqish paydo bo'ldi. Bugun to'rbatlarni tepishga nasib bo'ldi. Kichkimdan har qanday bir masalaning tegi-taktini surishtiradigan, tushunmagan, kallamdan o'tkazilmagan har qanday bir narsani qabul qila olmaydigan, ham shu masalani esimdan chiqara olmaydigan, uning javobini topqim kelib turadigan mijozim bor. Kichik vaqtimda ota-onam menga bizni Alloh yaratgan, Alloh bizni ko'rib turdi, o'y xiyollarimizni bilib turdi deganda, men Alloh nada? Biz nimishqa uni ko'rmaymiz deb so'rsam, "Voy go'yning bolasi, og'zini yum, do'zaxga tuturuq bo'laydimsan" deb tillab ketgan. Tas qolgan taxi urib ketgili. Shuningdan beri Alloh zoti nada? Mavjudmi emasmi? Mavjud bo'lsa, biz nimishqa uni ko'rmaymiz degan savol faqat kallamdan ketmadi. Meni kafir bo'pti deb butun ahli mahallaga yeyitamdikin deb boshqalardan so'rashga jur'at qila olmadim. Men o'zimni islom diniga haqiqiy ishontirishga bir qancha qatim urindim, lekin mag'lub bo'ldim. Chunki men Allohning mavjud ekanligiga qalbimni qoyil qila olmadim. O'zimni zo'rma-zo'r ishontirishga urindim, lekin ko'nglimning bir yerlari buningga dalil talab qilib turib olib, Allohning mavjud ekanligiga o'zimni haqiqiy ishontirishga amalsiz qoldirdi. Allohning mavjudligini qanday isbotlaymiz? Mavjud bo'lsa u nada? Sizlar Allohning mavjudligini qanday qilib kallardan o'tkazgan? Men qanday qilsam bu masalani kallamdan o'tkaza olaman. Sizlarga salomatlik, ishlarga utuq tilab o'g'lik. Mushu munosabat bilan savol so'ragan bu qarindishimga shu so'zlarni degim kelyotdi. Qarindishim, balkim siz hozirga qadar shu joqda so'ragan savolim javobsiz qoldi deb o'ylayotgansiz. Savolingiz mavjudlikdagi cho'ng haqiqatlarga munosabatlik bo'lgach, sizga javob qaytarishda ashu ko'nib ketgan to'raqliq javoblarni takrorlashni xohlamadim. Balkim siz so'ragan bu savolga cho'nqur ilmga to'yingan atrofliq javob lozimligini his qildim. Ehtimol siz so'raganlaringizning javobining keyincha bir kitob bo'lib bitib chiqadiganligini tasavvur qilib boqmagan bo'lgaydingiz. Islom aqida kulliyasining 1-tomi bo'lib nashr qilingan Yagona Yaratquchi nomli bu cho'ng hajmli kitob savolingizning atrofliq javobidir. Shundaq, Allohning muvaffaqiyat berishi bilan bu qutlug' ilmiy emgak vujudga keldi. Ilgari amaliy xizmatlarni bir qadar yuqori pallaga ko'tarish uchun Sarjiya Islom tadqiqot markazini qurishda ilmiy tadqiqot plani tuzib chiqish, o'z yetakchiligimda va bevosita ishtirok qilishimda qurilish xarakterlik ilmiy tadqiqotlarni xalqimizga sunish arzu-armonlarimdan biri edi. Bo'libmi, ilmiy sohadagi bo'shliqlarni to'ldirish, suyumlik vatanimizdagi aziz millatimizga islomni sop va sog'lom holatida tushuntirishni nishon qilgan aqida tadqiqotini amalga oshirish butun planlarning beshidan o'rin olgan edi. Darvaqa bundaq bo'lishi intayin tabiiy bo'lib, chunki islomiyatimizning barliq aqidaviy qismlari va shar'iy qismlarining hammasi yagona yaratquchiga e'tiqod qilish ustiga qurilgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, fitrati sop va sog'lom diniy muhit parvishida o'sib cho'ng bo'lgan, turli ateizm va boshqa izmlarning zahridan qo'g'dilib qolgan az bir qism yoshlarimizni hisobga olmaganda, ko'p sondagi yosh avlodlarimizning sog'lom fitrati turli iqimlar ta'siriga uchrab, ya e'tiqodini yo'qotdi, ya yaratquchiga bo'lgan e'tiqodi langishib qoldi. Bu ahvolni tuzash uchun olimlarimizning tirishchanligi yetarli bo'lmadi. Tirishchanlik qilganlarimi to'sqinliqlarga uchradi.
Axborot, nashriyat, ma'arif va boshqa ilmiy sohalar haqiqiy islom tashviqotidan mahrum qoldirildi. Aksicha, imonsizlar bu o'rinlarni egallab ketdi. Shundaqdami, bu millat aqidasini, imonini butunlay yo'qotib qo'ymadi. Har turli besimlar oldida jondan kasdi-kashdiki, la ilaha illalloh, yagona Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdan iborat kalima-i shahodatdan voz kechmadi. Biz bu xil jasoratga opirin aytgan va buningdan g'ayratga kelgan holda islomni oliy bilim yurtlarida o'rganishga, sistemalik o'qishga muyassar bo'lgan bo'lish sifatimiz bilan bu aziz millatga islom aqidasini sof va sog'lom holatda o'z ona tilida ilmiyligi kuchlik, mufassal va ilmiy tadqiqot o'lchamiga uyg'un shaklda atrofliq tunishtirish hamda tunishish imkoniyatini hozirlashni Allohning va millatning oldidagi burchimiz deb bildik. Va bu ulug' vazifaga bundan 4 yil ilgari qadam olgan bo'ldik. Bu Allohning fazli va tavfiqi. Allohga shukr. Aqida tadqiqotiga tutish qilishga men o'zim bevosita qalam tavritishni muvofiq ko'rmadim. Chunki biz bu tadqiqotda yuqori saviyadagi aqida tadqiqotini o'lcham qilgan bo'lg'achqa, magistrlik va doktorlik bosqichlarini shariatshunoslik kasbida tamomlaganligimni ko'zda tutib, qadrini bilgan kishiga Alloh rahmat qilsin degan duo bo'yicha ish ko'rdimda, kasbiylikka hurmat qilish jihatdan bu tadqiqotni elib berishga aqida kasbida o'qigan va bu sohada uzun yillik izdanish va tadqiq qilish tarixiga ega birodarim muallifni taklif qildim. Birodarimning halidan beri bu vaqtda o'ylashayotganligini bilganim tadqiqotning ilmiy usulda elib berilishidan va oramizdagi ilmiy xizmat jihatdagi fikr o'rtoqligidan xotirjam bo'lganligim uchun bu buyuk xizmatni vujudga chiqarishga ko'zim yetgan holda Allohga tavakkul qildim hamda kuchimning yetishicha imkoniyat hozirlashga hamdam bo'lganligimni aytdim. Birodarim taklifimni qabul qildi va tarixiy ahamiyatga ega bu xizmatni ro'yobga chiqarishga bel bog'laganligini bildirdi. Shunda qilib, biz ilmiy tadqiqotga doir dastlabki tayyorlik xizmatlarini boshlab ketdik. Har ikkimiz o'zimiz turayotgan joylarda hal qilib ketgili bo'ladigan taraflarni ko'zdan kechirayotgandan keyin tadqiqot sxemasini tuzib chiqishga boshladik. Men tadqiqot plani va yo'nalishni doktorlik dissertatsiyasini yaqinlash qoidasi bo'yicha bekitdim. Tadqiqot mazmunining ko'na va yangi islom olimlarining bayonlari bilan kifoyalanib qolmasdan, yaqinqi va hozirgi zamon faylasuflar, fizikchilar va ilohiyatshunoslarning yana ilm-fan sohasidagilarning bayonlaridan foydalanishni, materializmchilarning yaratquchi haqida qo'zg'agan gumonlarga raddiya berishi bilan kifoyalanib qolmasdan, ularning nazariyalaridagi logikalik xatoliklarga, ilmiysizliklarga, da'vo qilinayotgan ilmiy xurofotlarga yetarli raddiyalarni berib mengishni ta'kidladim. Oxirida kitobning bob va bo'limlarining asosiy xaritasini sizib chiqib olgandan keyin bu xizmatga tutish qilgan bo'ldik. Yaratquchining borligi va uning yakka-yeganligi haqida bir yilda vujudga chiqarish planlagan birinchi tom tadqiqot asari imkoniyat taqozosi bo'libmi, uning qurilmasining alohida bo'lishi, salmoqining ig'ir, talabining yuqori bo'lishi degandek bir qator omillar sababli 4 yilga uzrab ketdi. Albatta, mo'ljallangan muddatdan uzrab ketishiga ba'zi bir qiyin sharoitlardan boshqa men boshlagan bu ilmiy xizmatlarni oqsitish, hatto to'xtatish uchun shaxsimni va Misrdagi din o'qiyotgan o'quvchilarni nishon qilib o'ynalgan o'yinlar, diniy sohani qalaymaqqonlashtirish va diniy ma'arifni puchaklashtirish uchun oraga ustozlik niqobida so'qinib kirib olgan noahllarning, din dushmanlarining yoshirin qo'llari, suiqasdlarimi ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Shundaqdimi, Janobi Allohning fazli va haq yo'l ustida tavranmay turish irodasi hammani bekor qildi. Har ishda bir xayri bor degandek, tadqiqot xizmati qancha kechikkan sari texim yaxshi izdanish va atrofliq to'xtalish imkoniyati bo'ldi. Tadqiqotga qo'ygan ilmiy saviya, yuqori talab o'lchamimi asarning kechikib bitishini taqozo qildi. Tadqiqot jarayonida yo'liqqan eng chong qiyinchilik bo'lsa, foydalanish materiallarining qisliqi bo'ldi. Uyg'urcha aqida asarlarining barmoqda sanog'udak holda ekanligini, ularning yangi zamon ilmiy taraqqiyotga moslashgan saviyada emasligini, ilmiylikka to'yingan bo'lish, tafakkur va tahlil saviyasi ustun bo'lish jihatlardan usuzlikni qondirolmaydiganligini, eng muhimi u asarlarning yangi zamon insonlarning ehtiyojini tuzuk qamlay olmaydiganligini hammamiz bilamiz. Arabcha kitoblardami hozirgi oz sondagi yangi tadqiqotchilarning asarlarini hisobga olmaganda ahvol ancha farqlanib ketmaydi. Arabcha aqida kitoblari nurg'un bo'lsa-mu, uning bir qismi o'z davriga xitob qiladigan va ma'lum davriga xos bo'lib qolgan asarlar.
yana bir qismi musulmonlarga xitob qiladigan asarlar, yana bir qismi o'z davridagi klassik kalamizmning qurg'oqchiligiga cho'kib ketgan, yana bir qismi nadagi bir masalalarni aqidaning ana masalasi qilib olgan foydasiz asarlar, yana bir qismi yuzaki, yana bir qismi ma'lum mazhab yoki yo'nalishni aqlash uchun yozilgan asarlardir. Hattoki ba'zi vaqtlarda Uyg'urchaga tarjima qilishga davr ehtiyojini qamdayalaydigan muvofiq biror aqida kitobini topolmagan bo'lsak, talablarga darslik qilib o'qitish uchunmi to'liq va mukammal bir kitob tanlashda tangirqab qolgan chog'larimiz bo'lgan. Mana bu ahvollar bizga bundaq muhim sohalarda nuqul tarjima qilib sunishning ehtiyojini qamdamaydiganligini, bozordagi tonning ya qisqa, ya uzun, ya tar yoki keng kelib qoldiganligini, bu sababdan badanimizga ko'ra o'zimizning ton bichib tikishimizning zarurligini tushuntirdi. Shundaqla bu biz uchun aqida tadqiqotini ko'nglimizdagidak putkizish va yangilangan aqida ilmini ana tilda yozib chiqish qarorini olishga turtki bo'ldi. Qo'lingizdagi bu kitob ana shu maqsadda yuqoridagi ehtiyojlarni qamdash va bu sohadagi ta'xirsiz bo'shliqni to'ldirish uchun planlangan aqida kulliyasining tunji tomidir. Bu kitob mayli fitrat jihatdan bo'lsin, mayli aql va naql, falsafa va yangi zamon ilm-fan jihatdan bo'lsin, har bir aql egasiga yagona yaratquchining borligini to'g'ri va ilmiy dalillar bilan isbotlashga yetarli deb qarayman. Kitobda ma'lum bo'lganidek, islom aqidasi aniq bir aqida bo'lib, har bir ta'limotlarda dalil isbotga tayangan. Bu din aqidasida qarg'ularcha ishonish tashabbusi mavjud emas. Aksicha, bilib aqida qilish, qarg'ularcha agashmaslik bu dinning tashabbusidir. Bu aqida insonda bor sab tabiatga yet bo'lmagan, zid kelmaydigan, shirkni rad qiladigan, faqat yagona Allohni e'tirof qiladigan sab tavhid aqidasidir. Tavhid aqidasi bo'lsa, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga va qazo qadariga ishonish qatorliq jami aqidalarning o'lidir. Shuni ta'kidlash kerakki, islom aqidasi quruq nazariya yoki turmushimizga munosabatsiz prinsiplarning yig'indisi emas, balki u amaliy tatbiqlanish jihatdan shaxslarning ma'naviyati, sharakatlariga emas, butun jamiyatga ta'sir ko'rsatadigan butkul jamiyatning qimmat yo'nalishini har zaman belgilaydigan mustahkam asosdir. İslam aqidasi xotirjamlik bag'ishlovchi aqidadir. Chunki Alloh yaratquchi zotdir. Rizq bilan ajal uning qo'lidadir. Bu aqida inson qalbida mazmut o'rnagancha insonning vijdonini o'yg'oq tutadi. Allohning uni ko'zitib turayotganligini his qildirib, shariatning chek-chegarasiga tajovuz qildirmaydi. Kishilik va ijtimoiy hayotga salbiylikning singib kirishini cheklaydi. İslam aqidasi yana kishilarni zulmga bo'ysunishdan bosh tortqizadi. O'zaro zulm qilishga to'siq bo'ladi. Natijada inson hayotiga elib kelgan bu o'zgarishlar butun jamiyatga ijobiy ta'sirlarni elib keladi. Umuman qilib aytganda, aqida masalasi har bir shaxsning dunyo va oxiratlik saodatini qo'lga keltirish uchun muhim bo'lgandek, millatning qaddini ko'tarish uchun elib berilgan har qanday planning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bajo keltirilishi kerak bo'lgan oldingi shartdir. Şoňa men bu asarni 1000 yillik tarixga ega aqida yo'limizning xaritasini to'g'ri sizib berishda, kultur va madaniyatimizning e'tiqodiy manbasini cho'nqurlab tushunishimizga, mavjudlik o'limizning qayerlarga tutishadiganligini bilishimizga, shundaqla kelgusimizga umid, ishonch bilan beqishimiz va alg'a qarab ilgirlashimizga zo'r darajada foydaliq deb qarayman. Men yana bu kitob va uningdan keyingi tomlarning mayli g'arb yoki sharqda bo'lsin, ateizm ta'siriga uchraganlarning yaratquchi Allohga bo'lgan aqidasini ruslab olishi, to'g'ri aqidaga qaytib kelishi va hayotida cho'ng burilish hosil qilishida intayin muhim ahamiyatga ega deb qarayman. Bu sababdan Alloh xolisa bu kitobni O'rta Osiyo qarindosh millatlarning tili va yozig'iga o'rib nashr qilishini, hatto Xitoy tiliga tarjima qilib nashr qilishni Sarjiya Islom tadqiqot markazining planiga kirgizish kerak degan fikrdaman. Alloh muvaffaq qilsin. Oxirida Allohdan bu kitobning vujudga chiqishi uchun planlash, material to'plash, tayyorlik qilish, ko'zdan kechirish va tuzitish jarayonida ko'rsatilgan har turli fidokorlik va tirishchiliklarni, jumladan Abdul Hikimizning zimmasiga taqsimlangan mas'uliyat va majburiyatlarni o'rinlash yo'lida besib o'tgan har bir qadamini kirpi qaqmay o'tkazgan ibodatli kechalarni Allah uchun qilingan xolis amallar qatoridan qilib berishini va gunohlarimizni mag'firat, savalliklarimizni afv qilishini so'rayman.
Shundaqla kitobni butkul ummatga, jumladan millatimizga manfaatli qilib berishini, avtorning singdirgan ajriga, yuksak himmatiga, tortgan jafosiga Alloh egamning katta ajr ato qilishini, bu asarni o'zi va oilasi uchun sadaqa jariya qilib berishini so'rayman. Shuningdek, bu asarni tahrirlash, imlosini tuzitish ishlarida himmat qilgan, har turli moddiy va ma'naviy yordamlar orqali qo'llagan qarindoshlarimizga Allohdan ajr mukofot tilayman. Hurmat bilan Doktor Abdul Aziz Rahmatullah. Sajiya Islom tadqiqot markazi.